Assalomu alaykum. Bir ikkita savollarimiz bor edi, javob bera olasizmi? Ismingiz? Aziza. Aziza. Ruskiy bolaga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga? Sabab bormi? Bilmadim. Men o'zim viloyatimga turmushga chiqqaman. Nimaga sabablari bo'lishi kerak? Masalan, ruskiy bolalarning nimasi tarafi yomon yoki qaysi millatni siz tanlagan bo'lardingiz yoki sizni orzuyingizdagi bola qanaqa bo'lishi kerak? O'zbek, iymonli, insofli bo'lishi kerak. O'zbek, iymonli, insofli, to'g'rimi? Oyiga qancha pul topish kerak? Bilmadim. Masalan, sizni boqish uchun qanchadir pul kerak-ku. Bilmadim lekin. Mayli, keyingi savolga o'taman. Agar yigit Rossiyaga kelib ketib ishlab ketgan bo'lsa ham siz turmushga chiqqan bo'lardingiz unga? Albatta. Rossiyaga kelgandan keyin o'rtacha qancha pul topish kerak? Qancha pul bilan yashasa bo'ladi Rossiyada? Hozir 100 ming rubl o'rtacha. O'rtacha 100 ming rubl minus plusda. O'rtacha 100 ming rubl bilan yashasa bo'ladi. Rahmat, hamma savollarimizga javob berganingiz uchun. Xayrli kech. Yaxshi.